bozori deyishdi Farhod. Ovqat bozoriga hozir kirib ko'rsatamiz. Sportivka desam, maktab o'quvchilarining formasi ekan, shunaqa ekan. Maktab o'quvchilarining formasi. Bu yayschi. Voy, qumni qarang. Bozori. To'yni ovqat bozori. Joy. Rumchidagi ovqatlanadigan kishilar eng ko'p keladi. Ha, tushunarli. Hozir sizlar remont istaymiz. Aha, remont payti ekan. Olib ishlaydi. Aha. Kechda. Alo. Joy bormi? Joy o'tirishga. Да. Давайте здесь покушаем. Ага. Bu shirinlimi? Nechi pul bu? Bu. Все, magazin. Mana. Voy. Meni tomoqlar bor, nima ovqatlar bor, shuni ko'rish meni yuzga tushadi. Вот ustun haydaydigan ekan mana. Umuman biz bilan ish bo'lmayapti. Yo'q. Yo'q, bu yerda sababi Jajib turibdilar. Shifos hojida. Merhaba. Mashinaning birini qo'rqadi. Ekan. Mana yaxshiroq chiqsa yaxshi edi. Ko'k choy ekan, bular ko'k choy ichadi. Choyni olib ketib qolmaydimi? Kecha olib ketib qoldi-da, tekin deb. Olib ketmaydi. Olib ketib ham ko'rsin. Qaysi? Mana go'shtlar. Ha, tonur kabob. Nima kabob? Tonur kabob, tonurda pishirgan. Ha, tandirda. Ha, tandir. Ajoyib interes narsalar bor ekan. Ajoyib narsalar bor ekan. Hozir havo issiq. Bugundan issiq deyishyapti. Kecha magazinga kirib issiqlagandim, bugun ko'chada yurib terlayapman. Hozir issiq havoga issiq salfetka bormi? Qog'oz. Salfetka, qog'oz. Issiq havoda issiq choy. Ha, hozir do'stim Farhodjon Uyg'ur somsasini oldilar. Yeb ko'ramiz. Achchik bormi? Achchik bormi? Gorki, da. Ya men ranglik bormi samsina? Lag'monga qo'shasizlar-ku? Ha. Zaljvar yo'qmi u yerda? O, lag'manda aybinli. Qo'shib qo'shadi. Samsalarga achchiq qo'shmaydi. Biz yeymiz-da. Achchiq qo'shib yeymiz. Men bayam dedim shu bir ko'rib, aylanib, meni bo'lsa shu oldimga qiladi. Qo'yma. Qo'y somsa ekan. Shunday yog' chiqdi-da. Yog'ni qanday yeyapman? Chiqaradi. Boshqacha ekan, ko'proq. Ichi to'la yog'. Нет, на какую нацию я похожа? Вот он тоже говорит, bu ham aytyapti, o'zbekka o'xshamaysizlar. На какую нацию? На русскую не похожа. Да, чуть-чуть русская. Русская? Yanachi ko'proq. Yana qozoqlarga. Qozoqlarga чуть-чуть похоже. O'zbek не такой-то? Qozoqlarga ham o'xshayaptimi? Yanachi? Shu. Rus va qozoq. Man. Ну, у вас чуть-чуть дорого. Anor. Bu anor soki. Свежий siqib bermaydimi? Ha? Свежий siqib bermaydimi? Bergani o. Ha, siqib berganimi? Mana anor 10 yuan ekan. Ichaman. Anor yaxshi ko'raman. Ana u yer. Kerak bo'lsa siqib beraver.
Siqib suv. Choy zo'r ekan. Choy zo'r ekan. Anorni pulini berishim kerak. 10 yuan ekan. Aka! Voy aka! Rahmat. Bu shirin anormi, achchiqmi? Tatlag'im. Ha, shirin ekan, totli. O'rganib olar ekanman uyg'urchani ham. 10 yuan berdim. Choy zo'r. Aronza bor. Ha, qimmat. Ha. Это у нас дорогой. Zafaron. Bu dorilik choy, issiq Ha? choy. Issiq choy. Ha, dorilik choy. Ha, bu dorili choy ekan. Bu necha pul turadi sizlarda? Bu yerda tegin bozordan sotilish uchun 10 yuan, 15 yuan, 20 yuan. Ko'p. Ha, yaxshi, arzon. Как раз shirinli joyga tushib qolibman. Shirinligini ham olib yeymiz, nasib bo'lsa. Bir ajoyib. Bu yerda ham o'zbekistonlik o'quvchilarga o'xshab chekuvchi o'quvchilar bor ekan, qo'lida sigaret bilan. У нас тоже вот ученики курят. Нет, 18 лет, 16-17 не бывает это, 18 лет бывает. Ну, он же ученик Да, еще. ученик. А какой возраст? 18? Да, 18 лет. Да. Voy, yana katta ovqat berishdi, qarang. Bularda вообще barakali ekan ovqatlari. Tayoq beryapti, tayoqda yeyolmayman. Ya tayoq nimagu? Nandim bor. Qoshiq oldim. Hurmatli yurtdoshlar. Katta tovoq. Voy, bamma. Извините. Nechun? Indamaydimi? Choyimiz to'kilib ketdi. Hozir svejiy tayyorlab berishdi. Buni endi voy mana qarang. Lekin kecha ko'p deb yeb qo'ydim. Chuchvarani. Ajoyib, kuncha nonli. Nonlaring ajoyib. Bizda katta qiladi nonni. O'sha Uyg'urlar hayotidagi videolarimizda mana shunaqa nonlarni ko'p ko'rganmiz. Bizda yoritishadi, Uyg'urlarning o'sha taomlarini hamma narsadan qilib ketaverasizlar. Muammo qilmasdan. Birinchi marta yeyapman mana Urumchiga kelib. Bu kuni ko'rsatdim, lekin yeyolmadim. Voy, qasr qusur deb qolsa. Xamiri zich. Og'irroq. Bu oshqozonga botmaydimi? Qattiq ko'ramaydi. Вообще. Jannat. Jannat ovqat. Do'stimiz aytishlari bo'yicha kichkina qilib suvga solib qo'yarkanman. Bizda nonni bo'ktirib qo'yishardi. Yoshligimizda ham ovqat tutsalar, suv ovqat nonni bo'ktirib qo'yardilar. Bularda ham shu odat bor ekan. To'g'ri, shu odat bor. Tuxum qovurtirdim, chunki menga tuxum yoqdi. Bu yerda pomidor, bolgarskiy, qalampir juda chiroyli qovurib berishdi. Ali borgan joyimda Bekjanmi? Bordiku. Aytdi, o't bilan qovurib berishdi. Tog'da o'sadigan o't. Ha bu voy-vo. Antiqa qovurishar ekan. Tuxumamchi lag'man bo'lib ketibdi. Ko'p turdimi yeb qo'yaman. Yem. Obedda. Mana tuxumni qarang. Bizda bunaqa emas-da, mana bularda xuddi lag'manga o'xshab ajoyib vidi. Hamma narsa bor, pomidor. Televiziyalarida Uyg'ur telekanali ham bor.
Demak, yoritiladi. Radio ham bor. Bor. Uyg'urcha radio. Keyin qarang. Sizlarda ayollar huquqi qanaqa? Erkaklar ayollarga nisbatan qattiqqo'lmi yo hurmat, уважение? Ayollarga qattiqqo'l yo'q, burun bo'ladi, hozir yo'q. Nimishga desangiz, Раньше были-da. А сейчас нет. hozir ayollar bilan erkaklar o'rtaq deydi. Do'stona. Do'stona, o'rtaq degan do'stona emas, u barobar degan gap. Barobar. Ayol kishi barobar. Barobar. Ayollar va erkaklar huquqi bitta nimaga qo'yilibdi. Misol uchun zo'ravonlik bo'lsa, erkak tomonidan ayollarga uni ursa yo kamsitsa, O zakon uni yo'l qo'ymaydi. agar shunday bo'lsa, zakon qanday chora ko'radi? Uni erkakni olib boradi, ishtirab qo'yadi, bo'lsa cho'ng bo'lsa kesadi, turmaydi o'rtog'izda. Demak, ayollarning hurmati bor. Ha, hurmati bor. Ko'plik qildi, yonmadi. Nonamni bir yedim. Choy ichaman. Ovqat shu darajada barakaliki, to'g'risi yeyolmadim. Yarmidan ko'pi qoldi. Olib ketish mumkinmi desam, olib ketish mumkin deyishdi. Hali kechqurun chiqsam, choy bilan ichib o'tiraman. Choyli yo'q. Choy ichaman. Omon keldi. Bular endi cho'p deyishadi. Men o'rgana olmadim. Biz log'manni zo'r ko'ramiz uyg'urlar. Har kuni bo'lsa, har kuni yeysizlar. Bo'lsa uyda. Voy. Biz bir oyda bir marta qilishimiz mumkin. Oshni ham har kuni yemaymiz. Kuchli ovqatlar. Voy, молодец, qo'y. 100 metr ata. Hozir Farhodjon juda ham chiroyli gapirdilar. Farhod, sizni qiynab qo'ymadimmi desam, yo'q deydi. Men bir narsaga xursand bo'lyapman. O'zimdan deydi, sen xursandchiligingni ko'rib, men ham o'zimda yo'q, baxtliman degan dedi, как счастье. Rahmat Farhod, Alloh rozi bo'lsin. Albatta, Urumchiga kelganingizda o'sha Xargosga kelasizmi, boshqami? Men Farhodjonning telefon raqamlarini postimga tagiga yozib ketaman. Albatta, ishonchli insonlarga, insofli, diyonatli insonlarga chiqing. Sizni ortiqcha pulingiz ularga kerak emas. Sizdan qandaydir manfaat yo'lida pul olishmaydi ham. Juda ham halol, yaxshi inson ekanlar. Alloh tanigan. Bemalol Farhodga chiqsanglar, mashinalari bor. Hamma aylanish joylarini biladi. Muhimi insofli yigit ekan. Rahmat Farhod. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xo'p, bitta lag'mon, ikkita somsa, bitta non, choy tekin. 51 so'm bo'pti. 51 yuan. 51 so'm dedi-da. 51 yuan ekan. Hozir aytaman, 51 so'm degan so'zni biz eshitmay qo'yganmiz. Hozir bizning anaqamizda 51 ming. Agar shuni Toshkentda ovqatlanganimizda kamida 150 ming, 200 ming to'lab chiqib ketar edik. Bizda juda qimmat. Yigitlar. Mana so'ramadim. Choy ichamiz. Oy. Sog' bo'ling. Rahmat. Aksor bordim. Bitta termos choyni ichib qo'ydik ikkovimiz. Ko'proq men ichdim. Men choy xo'rman, nima? Farhod, чай много пью. Да, чай хороший. Farhod ham tadbirkor ekan. Juda chiroyli bizneslarni yo'lga qo'yibdi. Xudo xolisa yoritaman bu bo'yicha ham. Albatta qiziquvchi O'zbekiston tadbirkorlarimiz bo'lsa, bemalol Farhod telefoniga, raqamiga chiqib aloqada bo'lib, bizneslaringni yurgizdirsanglar bo'ladi. Farhodjon. Da. Qo'rqmanglar. Muhimi, mana Farhod aytayaptiki, oldin deydi, Qozoq bilan O'zbek biznes bo'yicha lider edi deyapti. SNG mamlakatlarida faxrlanyapman. Hozir deydi, Qozoqdan ham ko'ra O'zbek
kuchayib ketdi. Shunaqa deyapsiz. Ha. Da, o'zbek kuchayib ketdi deb aytishdi. Xursand bo'ldim. Lekin yurganimda o'zbekistonlik yurtdoshlarimizni, tadbirkorlarni ko'ryapman. Hammalari o'sha tovar boshqa yuklarni nima qilib, kargoliga topshirib, inshaalloh o'sha O'zbekistonga shu savdo qilish uchun jo'natyaptilar. Hammalarini o'sha tadbirkorlik ishlariga omad tilayman. Bozorlarini bersin. Yaxshilik bo'lsin hammasi. Shu musofir yurtlarda yurishni o'zi oson emas ekan, Farhod. To'g'ri. Вот, они ходят туда-сюда, а я уже устала. Buddaga borib men charchab bo'ldim. Tadbirkorlarga rahmat, shunchalik qatdan-qattaga borib, shu o'zbekistonlik fuqarolarni chiroyli kiyintirishga, chiroyli yedirishga harakat qilayotganliklari uchun bir nechta insonlarni amaliy ish bilan ta'minlayotgan tadbirkorlarimizga boshim yerga tekkinchi ta'zimdaman. Prezidentimiz aytgandek va boshqalar aytgandek, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shirinlikka ko'zim tushyapti. Ajoyib shirinlik qilishibdi. Maylimi, ichkarini ham ko'rsam? Ichkarini ham ko'rsam maylimi? Rahmat. Мороженое. Har xil turli. Вообще gap yo'q. Oho. Mana bu qulpinoylik pirojningiz nechi pul? Qulpinakni 25 pul. Oho. Ayashmagan, hech narsa ayashmagan. Молодцы. Totlidir balki, mazalidir. Oho. Çok güzel. Güzel. Chiroyli. O'zbek? O'zbek-da. Ha. O'zbek. Yaxshimi o'zbek? Yaxshi. Молодец. Marajonlar g'o'jiniki keldi. Ha. Ну, qarang. Вообще, bu yerda mana o'zbekistonliklarni yaxshi ko'r. Men olganimki, ismingiz nima? Ruqiya. Ruqiya. Men olganimki, biza o'zbekistonliklar kelsa, Ha. bu yerga kelishadi, sizdan shirinlik olishadi. Buni men internetga qo'yaman. Ruqiyaxon. Ruqiyaxondan kelib olinglar. Mahsulotlari ham arzon, ham juda mazali, mahal lekin totib ko'rmadim. Ertaga kelaman. Ruqiyaxon. Xo'p. Rahmat Ruqiyaxon. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, qovun. O ana. Nechini? Bittasi nechi pul? Qaysi tatlig'i? Qo'y. 3 qo'y? Mavo yumshoq, mavo churuk. Tatliq qaysi? Nemiz tatli? Qaysi yeb ko'rasiz? Yo'q, cho'pligini bering, tozalab bering orqasini. Yo'q, tushunmayapti. Orqasini tozalab bersin. Aziz qilib beradi. Ha, qilib beradim mana. Sizning nimaga? Yo'q. Yobit? Nima degani? Sahr. Voy chuvak. Boshqacharoq ekan. Tatqincha. Bizda O'zbekistonda boshqachada. Tak. Chidini qarang. Chilgi? Chilga deydi. Chilgir ekan bularda bizda handalik. Voy, o'sha yoshligimizga yetib. Voy. Farhodjon ertaga meni Tianshan tog' tizmalariga olib boradigan bo'ldi. Xudo xolasa ertaga Tianshanni ko'rsataman sizlarga. O'sha Tianshan tog'iga ertaga nasib boraman. Ovqatlandik, qorin to'ydi, g'am ketdi. Endi mehmonxonaga borib dam olaman. Oyog'im biroz shishdi. Bu yerda vaqt 3 soat bular oldinda, biz 3 soat orqada ekanmiz. Lekin kunlaring juda uzoq ekan. Tun qisqa, kun uzoq. Mashina chiqarmasa.